Ha, yaxshimisiz? Nima ishga kelgan? Assalomu alaykum. O'tiring, nima kelgansiz? Qarang doktor. Ha. Mush oyog'imning bo'yida bor dedi-ha. Shu bugun bir azara qilib bir tug'dirib bergan bo'lsangiz bo'pti-ki. Ha, vaqtda to'shib qolgan o'xshamdi. Qanchalik bo'ldi? 4 oylik qoldi doktor. 4 oylik bo'lgan qanday tug'di? Vaqtda keyin tug'ilmam bo'lganda chiqib qanday qamlashmagan. Doktor to'xtamay tushundiray. Bugun degan 2 oyning 29-kuni, bilasiz, har 4 yilda bir qatim keladigan kun emasmi? Bu balaning tug'ilgan kunini yil o'tkazimiz deb baka o'shiq chiqim qilgan gapga-da. Bugun balamni tug'dirib bersangiz, har 4 yilda bir qatim tug'ilgan kunni o'tkazmayman-ki. O pul iqtisod emasmi? Nima? Xotindan bir savol so'rab, tazada qiynalib qaytdi. Ha, xotin. Ha, nima ish qilsa, bas chiqa. Mana. Ha, nima ish bor? O'tir, nima ish qilsa? Ha, uylanib ratlatgan. Oyshamgul, sen eng yaqin do'stingmi? Ha, shunchalik yaqin o'timiz sana jon jigar oltinga tegishkisiz, ha? Nima bo'ldi deb so'rab qolsa bu? Men deyman, Oyshamgul ikkimiz suv ichib ketsak, qaysimiz olib qilsa? Oysam bilan ishqa nima qilib suv ichishadi? Aytib Oysam bilan suv ichishga kelmoqda. Suv ichish qilar ketdi. Xotin, men sen Voy, xotin kishiga qolayimqan, chaqchaq qilsa bo'lmaymi nima? Zozo bulbul degan nima? Bulbul degan cho'q qizim, o'zim chiroyli, ovozim chiroyli, shunday bir qush. Buni so'ra qoldingizmi? Qo'shniki dadasi, opamni siz meni bulbulim deydi u. Siz meni bulbulim. Ondan opamiz nima dedi? Shuning bilan shiyab qo'ydi. Nima? Shiyab qo'ydi. Yelicho? Ha. Bulbuldan nimligini bilib oldingizmi? Yili opangiz kelgan-chu? Yo'q, qushdan qanday chirqirayotganini men siz ko'ksizga. Hay, abi qoplabek muzik qilib ketdi. O qoplama? Ha? Jurama canım bir qatim o'taylik quruylik. Ha? Aycan. Nimalar terilarim o'zgarib ketganda qanday qilaman de. Terilarim bo'shab, qayri xotin qo'shib qolibman. Qo'riq limonchilar tushib ketdi. Endi qanday qilaman endi? Limonchilar qardab ketdim deyman, tova. Ajab bir ko'nglim yerim bo'ldi, chiroyim qarab. Hey! Bir qatim ayna qarab qo'yganingga sen shunchalik ko'nglim yerim qilib qo'yamsan? Men kunduzini ko'rib turman, men nima bo'lib ketsam bo'lar? Nima? Oysha bilan nimaga suv ichishadigan? Nimaga? Nima maqsad bor? Gap yo'q. Voyda! Bu 4 oylik bo'lgan. Bu azara qilib. Bugun bir tug'dirib bergan bo'lsangiz, doktor. Qiziq gapirdi ekan. 4 oylik bo'lgan bola qanday tug'di qilindi? Vaqt soat keyin tug'ilmam. Gap.